Do'stlar, biz hozir Farg'ona viloyati Anxoy tumanidamiz va bu yerda o'zbek o'zimizni qora ko'zlarimiz mana shunday katta bir supermarket ochgan ekanlar. Armin nomli supermarketga kirib, bu yerda egasi bilan suhbatlashamiz va o'zimizni qora ko'zlarimiz bu yerda qanaqa biznes qilishyapti va bu yerda Afg'onistonda qanday biznes qilish mumkinligi haqida bulardan so'rab bilamiz va albatta Afg'oniston bilan biznes qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga bu video manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Albatta like bosing, obuna bo'ling, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mani ismim Romin. Anxoy tumanida yashayman. O'zbekman. Formen supermarketni boshlovchisi. Boshlig'isiz. Boshlig'iman. Qachon ochdingiz bu supermarketni? Bu supermarketni 4 yil bo'ladi. Shuni tozaman o'zim sotdim. Ko'pchilik o'ylaydi, biznes qilish juda ham qiyin yoki bo'lmasam odamlar o'ta ham kambag'al yashashadi. Bu yerda bir qandaydir sarmoya kiritib, nimadir yangilik qilish qiyin deyshadi. Siz qanaqa yo'lda bosib o'tdingiz shuni ochguncha? Afg'onistonda ish etishlik oson va hamda ko'p pul tilamaydi Afg'onistonda. Kichkina pul bilan ham katta ishlaysangiz bo'ladi. O'sha kichkina pulni topguncha vaqt ham ketadi-da. Yo'q, vaqt ketmaydi. Mana shu do'konni, mana shu supermarketni deganimga ko'p bir kam pul bilan man sotgan. $50 bilan man shuni shuru qilgan. Ha, yo'q. $50 bilan shuru qilgan. $50 bilan ochgan ekan. $50 bilan mana shu supermarketni 4 yil oldin $50 bilan shuni man shuru qilganman. Ha. Keyin kengaytirib borgansiz. Ko'pchilik mana tadbirkorlar mendan so'raydi, tinchmi u yerlar? Hammasi yaxshimi? Men qanchadir pul sarmoya kiritsam, puliga kuyib qolmaymanmi deb qo'rquvlar bo'ladi-da. Mana ko'ruvchilarga yagona manfaatimiz shuki, mana shu katta supermarketda bizlar kecha 2-3 bajagacha hech bizlarda bir nega bonus yo'q. Rohatgina bizlar tijoratimizni pesh etamiz. Shun amniyat bor bu yerda. Bizlarni sotimchi, zolimchi hammasi o'zbeklar. Uzoqdan, yoqdan, ayni viloyatdan keladilar Anxoyga. Viloyatdan keladilar, bu tozalik bu Anxoyda. Muhammad Romin aka, hozir aytdingiz, bizning ko'p mahsulotlarimiz O'zbekistondan keladi deb. Aynan bizning tadbirkorlarimizga qiziq bo'ladigan jihati, qaysi mahsulotlar O'zbekistondan keladi? Qaysi O'zbekiston mahsulotlariga talab katta? Ponta bor. O'zbekistonning pontani ko'p Anxoy mardumon xususan Afg'onistondagi o'zbeklar tanlaydi. Ponta nima degani? Ha, Fanta. Demak, shirin ancha yaxshi. Yana qaysi mahsulotlar keladi O'zbekistondan? Mahsulotlar mana bu kulchalar keladi O'zbekistondan. Nimalar? Mana bu kulchalardan keladi, O'zbekistondan keladi. Kulchalar, bu pechenyeda krember pechenyasi keladi O'zbekistondan. Coca-Cola, Pepsi'larni ham Afg'onistonda ko'p tanlaydilar bularni ham. Pepsi. Pepsi. Pepsi Cola keladi. Qurut keladi bizga. Qurut ko'rsa. Buni narxi qancha hozir? Buni bu yerda necha ming so'm bo'ladi. Bizlarda 60 afg'on. 60 afg'oniy. 9000 so'm bo'ladi. 9000 so'm, ha? 9000 so'm ekan. O'zbekistonda qancha? Kommentariyada yozinglar. Mana bu O'zbekistondan keladi. Zavtrika, Humo kolbasasi. Bu kolbasa qancha narxi? Bu 260 afg'oni bo'ladi. 260. 30 ming so'm. 30 ming so'm, 260 afg'oniy. Xo'p, yana nimalarni olib kelasizlar bu yerdan? O'zbekistondan mana bular keladi, qurutlari keladi. Xo'p. Boshqa mahsulotlar ham ko'p bizning yonimizda. Asal keladi, asal. Yagona qurt. Bu qancha narxi aka buni? Bu 20 afg'oni. 20 afg'oniy. So'mda qancha bo'ladi? 2500 so'm ekan, yagona qurt. Keladi O'zbekistondan. O'zbekiston asali keladimi? O'zbekiston asali keladi. 110 ming. 110 ming so'mga olib kelinadi. 10 ming so'm. 10 ming so'm ekan, mana shu, lekin bu 10 ming so'mdan qimmat edi O'zbekistondan. Yo'q, bizda 10 ming so'm. Shu yerdan keladi bozordan, biroz arzonroq tushadi bizga. Juda ko'proq mahsulotlar O'zbekistondan keladi. Nimaga O'zbekistonda mahsulotlarini yoqtirishadimi? Bu yerda o'zbeklar yashaydi. O'zbeklar yarashasa, O'zbekiston yashasini tanlaylar. Supermarketingiz necha kvadrat metr? Kattaligi maydoni 300 kvadrat metrga. Va sizga o'xshab O'zbekistondan kelib shu sarmoyasi bor, xuddi shunday bir supermarket ochish uchun boshlang'ich qancha sarmoya kerak bo'ladi? $20 ming bilan kelsalar. $20 ming bilan kelsa ochsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Avval javoz olish kerak bo'ladi. Javoz nima degani? Davlatdan ruxsatnoma olish kerak bo'ladi. Keyin joy ko'rish kerak bo'ladi. Joy ko'rgandan keyin do'konni, supermarketni tanzim qilgandan keyin O'zbekistondan ham olib ketirsa bo'ladi. Kobuldan, Mazordan va hamda mashinalar kelishaveradi. Narsalarni tavsiya etib ketadilar. Tavsiya etib ketishadi. Bizdan mahsulot oling deyshadi. Ha, shuni deyshadi. Tushirib ketadi.
O'zi qarang, bu yerda mana supermarket faqat sizda ochilgan, to'g'rimi? Poryob tomonda bir man o'zim. Anxoyda faqat siz. Balki Poryobda men o'zim. Faryobda ham o'ziz. Poryob Bu birinchisi. Birinchiman. Bitta. Odamlar bozordan ko'ra bu yerdan xarid qilish yaxshiroq degan xulosaga kelish uchun ozroq vaqt kerak-da. Xohlayaptimi bu yerdan sotib olishni? Arzon deb o'ylayaptimi? Ko'pchilik qaraydi-da, qimmat bu yerdan deb ketgan holatlar bo'lmaydimi? Yo'q, unda bo'lmaydi. Nima chunki avval baytlarda mardim mana supermarketda o'rganishgan emas edilar. Shu hozircha hamma o'rganishgan. Supermarketlarda yaxshi ajnoslar keladi, jinslar hamma narsalarimiz xorijdan keladi, kayfiyatli narsalar keladi. Shuning uchun hamma mushtarlarimiz ham shu supermarketdan narsa olishni xohlaydilar. Bu yerda nechta xodim ishlaydi va ular kun-tun almashadimi? 13 kishi ishlaydi. 13 kishi. Kecha tomonidan 5 kishi ishlaydi, 7 kishi kunduz tomonidan ishlaydi. Bizda bu yerda restoran ham bor. Hamma shu O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan keklarni ham bizda hozir shu Anxoyda ishlab chiqarishamiz. O'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. O'zbekistondan keladi, Malakusi O'zbekistondan keladi. O'zbekistonning kekini biz shu yerda hozircha sotamiz. O'zbekistonni kek deganingiz tortmi? Afg'onistonda biznes muhiti qanday deb o'ylaysiz? Qanday baho berasiz biznes muhitiga? Tinchlik. Afg'onistonda tinchlik bor, tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi. Shu sababdan har kishiga o'zimizning afg'onlarimiz ham chiqib ketganlar, kelsinlar Afg'onistonda hozir tinchlik bo'lgan. Yaxshigina tijoratni peshilti biladilar. Demak, o'zbekistonliklar bemalol qo'rqmasdan kelsa bo'ladi. Bemalol. Mana shu yerda men aytdim-ki, sizga 12 kishi ishlaydi. Kecha tomonidan ham bizda demaksa 7 kunda 24 soat bizda rohat ishlaymiz. Rohat, amniyat bor, tinchlik bor. Shu sababdan hech guna meni o'zim bilimchimcha O'zbekistondagilar ham rohat kelib tijoratini yetib biladilar. Faryobda, mana shu Faryob viloyatida, Maymana shahrida, Anxoyda qaysi biznesga ko'proq ehtiyoj bor? O'zbekistonlik birodarlarimga, qora ko'zlarimga shu yerdan supermarket hamda restoran qilishlarini men peshnod beraman. Mana bu O'zbekistondan keladimi? Bu ham aniq O'zbekistondan keladi. Keki O'zbekistondan keladi, Malakusi O'zbekistondan keladi. Yuzini sotamiz o'z shu yerda. O'zbekistondan keladi. Bu ham O'zbekistondan keladi, varaqi ham O'zbekistondan. Buni qarang, mana Afg'onistonni o'zida ishlab chiqarish imkoniyati yo'qmi? Bor, lekin O'zbekistonniki biroz kayfiyati bilanroq. Yaxshi ishlashadilar ustiga. O'zbekistonning qaysi joyidan olib kelasizlar bu tortlarni? Bu Surxondaryomi? Surxondaryodan keladimi? Surxondaryodan keladi, Termizdan keladi. Mana shu kilolab olasizlarmi buni? 1 kilo bizga keladi. 1 kilo. Kilosini qanchadan olasiz? Bizda 30 ming so'mdan olamiz. 30 ming so'mdan 1 kilosini olasiz. Bu yerda qanchadan sotasiz? 350 qancha bo'ladi? 350 afg'oniga sotasiz. 350 afg'oniga sotamiz. Bo'ldi, buni biz 40 mingmi? 40 ming so'm. 30 mingni olib 40 mingga sotasiz. Yaxshi. Mana bu tortlarni aytdingiz, hammasini o'zimiz yasaymiz. Ya'ni ustidagini, bezagini o'zlaringiz berasizlar, to'g'rimi? O'zbekistondan kelib, faqat bizda yuzdagi dizaynlarni biz o'zimiz beramiz. Undan ko'ra mana sizga shu O'zbekistondan mana shuni tayyorlaydigan bir odamni pishiriqchini olib kelib, shu yerda ishlatganingiz arzonroq tushmaydimi? Bir nafar topsamiz, shuni ishlatamiz. O'zbekistondan biron kishini topsamiz, shu yerga kelib ishlash chiqarsa, shu bir kishini topamiz sonra keyin. Agar siz bilan mana shu biznesni qilishni xohlaydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni siz bajondirlar bilan ishlashga tayyorsiz. Ishlashga tayyormiz. Bu coffee shop. Bu bir coffee shop. Coffee shop. Wow. Mana buni qaranglar. Buni shiri bor. Shu yerda yasaysizlarmi buni? Buni shu yerda yasaymiz. Ichida keki bor, shirisi bor. Hozir qancha ko'rsatyapti? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Qancha bo'ladi bu? Narxi qancha? 3,5 kilo 1 ming afg'on. 1 ming afg'on. 120 ming so'mga mana shu sotiladi. 120 ming so'mga 3,5 kilolik mahsulotmi? Vau. Bu yerda bemalol o'tirib ovqatlanish mumkin. Ya'ni shu coffee shop bu yerda. Coffee shop. Choy bilan birgalikda qo'shib ichishadigan joy. Shundaymi? Hozircha mana shu hozir chiqarildi. Chiqardilar, hozir ishlash chiqardilar. Yaxshi. Ikkita tomxonamiz bor, choy ichiladigan, qahva, kek yeydigan. Bu erkak kishilar uchun, opa-singillar uchun ham bu yerdan bitta toza tuzatganmizlar. Keyin uni ham sizga ko'rsatamiz. Men supermarket ketmasdan oldin benzin benzin olib sotgansiz. Benzin olib sotganman. Tavon etdim. Keyin so'rash O'zbekistonga aytdim, Anxoyda bir supermarket ochsam. 3 ta do'kon oldim. 1 yildan so'ng keyin 4 ta qildim, 2 yildan sonra 5 ta qildim.
shu yil men shuni kiyimlarni hamma joyini katta qildim. Shu 300 metrni shu yil tuzatdim shuni. Demak siz ikkita uchta magazin shu do'kon ochdim dedingiz-ku, ularni hammasini sotib bu yerga sarmoya kiritgansiz, shundaymi? Ha, katta qildi ishni. Oyga qancha topasiz bu yerdan? O'rtachasini aytsangiz bo'ladi. Oyga men 2,5 lakh topaman, $5,000 topaman. Keyin 17, 18, 13 kishiga men oylik to'layman. Hamda masorifga bor davlatga to'layman, boshqa masoriflarga chiqishaman. Ulardan umumiy qancha summa o'zingizga qoladi? $1,000. $1,000 qoladi. $1,000, $15,000. Shuncha katta joydan $1,000 qoladi sizga va bu yetadimi? Yetadi. Siz o'zi 13 kishini ishlataman dedingiz. 13 kishini ishlatsangiz, ulardan ularga qancha oylik berasiz? Ya'ni qancha summadan boshlab va qanchagacha berasiz oylik? $100 dan $250gacha bizda maoshlik beramiz shu yerda. Hozir biz Anxoy tumanida do'konlardan biriga keldik. Bu yerda shu mall deyiladi, ya'ni savdo markazi va savdo markazida narxlarni eshitib, ya'ni bu yerda do'konni ijarasi narxini eshitib juda hayron qoldim. Bitta do'konni ijarasi $50 dan $150 borar ekan, ya'ni o'zini kvadrat maydoniga qarab. Men o'yladimki, $2,000-3,000 beramiz deganda bir oygami deb so'radim. Yo'q, 1 yilga shunaqa narx berilar ekan, narx belgilanar ekan va shuning uchun ham ko'p mahsulotlari arzon. O'zbekistonda do'konni ijarasi qancha? Albatta kommentariyalarga yozib qoldiring. Mani atim Hoji Ubaydullo. Mana shu Anxoyda yashayman. Mana shu market boshlig'im, shu market bizdan o'zimizdan. Mana shu marketda ortiqcha bir 70-60 ta do'kon bor, 4 manzil qurilgan. Yaxshi binoda qurilgan. Mana shu marketda mana shu kiyim-kechak keyin mana kapshka, kaos, sport, mana shu narsalar sotiladi. Mana shu marketda bizda yashaymiz, yaxshi, shukr ishlar. Bu do'konlarda nechta do'koningiz bor? Bu yerda o'zimning do'konim, mana shu yerda 2 ta do'kon sotib, 4 ta do'kon sotib o'tiramiz. Keyin boshqalar hammasi mardimiyat tarqatilgan kiro. Bu materiallar bu ko'pincha Xitoydan keladi. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri o'zib olib kelasiz. Olib kelamiz. Keyin mana bu adreslar bor, O'zbekistondan olib kelamiz. Mana adreslarni ko'raman. O'zbekiston adreslardan bor. Keyin mana Bularchi? Bular hammasi ko'pincha Xitoyniki bo'ladi bular. Boyib ketish imkoniyati bormi Afg'onistonda? Bor, nima uchun yo'q? Qanday? Bir odam o'zini ko'chishi bilan bo'ladi, har narsa qatnashishi bilan biznesni chet ishlardan mol olib ketib sotishaversa, imkoni bor. Puli bor odam ham. Puli bo'lmasa ham ki maydadan shuru qilsa, katta bo'lib ketaveradi. Keyin. Unda birdan bo'lmasa ham sharoit bor. Biznes etamansa. Qanaqa qiyinchiligi bor tadbirkorlik qilish? Mana sizni yo'nalishingizda qanday qiyinchiliklari bor? Bizda qiyinchilik hozir yo'qsam bo'ladi, mana shu chet ellarga chiqishlikka kelsak qiyinchilik bor bizda. Hozir mana ayollarni materialini sotasiz, sizlarda mavsum bo'ladimi? Ha, mavsum bo'ladi. Qaysi mavsumda yaxshi sotiladi? Mana shu bahor mavsumida yaxshi bizaniki. Qaysi? Bahorda. Bahorda yaxshi bo'ladi. Bu qishda bo'lsa mana to'y bu narsalar kam bo'ladi. Shu uchun ishlar ham zaif bo'ladi. Bahorda ham ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Qaysi biznesga ko'proq pul tiksa, bu yerda yaxshiroq imkoniyatlarga, yaxshiroq daromadga ega bo'lish mumkin? Xo'raka bobom bo'ladi. Keyin kecha ham bo'ladi. Oziq-ovqat sotish, keyin restoran ochish. Restoran ochish ham bo'ladi baribir. Mana hozir men bir restoran quryapman. Xela katta pul xarjlayapman. Topshiramiz yo'q. Mana shu 1 oy ichida amalga oshiramiz, ishni boshlaymiz. Soliqlaringiz qanaqa bo'ladi? Bir yilda bir do'konniki ishiga qaraydi, daromadiga qarab. Ashara 5%da ham. 0.5. Daromadingizni 0.5%. 0.5%. Umumiy 1 yillik daromadingizmi yoki oylik daromadingizmi? 1 yillik. 1 yil. 1 yilda bir marta soliq olishadimi? Demak, oylik soliqlar yo'q bu yerda. Oylik soliq yo'q. Tushumdan tushadigan soliqlar ham yo'q. Bir restoranlar 3 oy soliq to'ladi. Chunki ularda daromadi ko'proq. Ha, restoranlar shu raqamda. 140 afg'oniymi? Afg'oniya. $1,5 mana shu adreslar. Metri. Bu bo'lsa O'zbekiston o'z mahsuloti bu. Bu bo'lsa Xitoyniki. Mana bu Xitoynikimi? Xitoyniki, bular shu O'zbekistondan keladi maqsad. Bularni qayerdan olib kelasiz? Bu Bularni Toshkentdan O'zbekistondan, Toshkentdan, nimadan, Vodiydan olib qaytamiz bularni. Mana shu komplet o'zi $10 sotadi shu yerda. 55 ming so'mdan oldim. Hozir 80 ming so'm deydi.
qimmatlashgan bu yerda. Bunisi arzon bu paxta gulli. Qancha bu? Bu arzon, bunisi masalan $5 bo'ladi. Endi bu yerda ko'pisi mana shu o'zbekcha yashaydi-da. Shuning uchun bular shu narsalarni masalan adras bor, bu narsalar bor, ko'p olishadilar-da. Otin Hojiqol Muhammad Poryo viloyatining Andijon shahrida zargarlar uyushmasini raisi tonilaman. Zargarlar uyushmasini raisisiz. Oltin, kumushlar, nuqralarni, tillolarni bizlar tuzatamiz. Biz o'z fabrikamiz bor Mazori Sharif shahrida. Bu yerda o'zi qanaqa oltinning narxi? Bu yerda oltinlar 14 ayyor Duisburgga nima narsa desam, fisadi 14% tillo, 18% tillo, 21% foiz, 22gacha tillo Afg'onistonda nima bo'ladi? 14% dan 22%gacha tillolar bo'ladi. Bo'ladi. Shunga qarab narxlar o'zgaradi. Narxlar o'zgaradi. Xo'p, 1 gramm oltin hozirgi tillar narxi qancha bo'lyapti hozir? 1 gramm tillo shpirlar 8000 afg'oniya. 8000 afg'oniya. $120. Ha, $120 bo'ladi. Sizda mavsum bo'ladimi? Ya'ni bir mavsumda savdo yaxshi, bir mavsumda pastroq bo'ladi degan. Ha, bor bizlardan bormi? Qaysi mavsumda yaxshi sotiladi? Bizlarga shu ikki namoz, ayit namozlarining o'rtasida savdomiz ko'p yaxshi bo'ladi. Ha, demak o'sha paytda hadyalar berishadi, tilla ko'p hadyalar. bo'ladi. Qanday taqadi buni? Ha, mana bunday taqishadimi? Qo'lga mana shunday taqadimi? Bu qiyin emasmi taqish buni? Oson. Qancha endi buni narxi? Mana shu $7000mi? Mana shu, ha? Voy, bu $7000 ekan, o'rtoqlar. Bu qanchaga mana buni qanchaga sotasiz kapalakchani? Ular $3,500. 3,5 Bu $10,000mi? Mana shu narx $10,000mi? $6,000. 6tasi. 6tasini baravar taqishadimi buni? Barabar taqishadi. Afg'onistonda ayollarga mazza ekanda. Vau, mana shu qo'lga taqadigan. Bu qancha endi bu? Narxi qancha? $4,000 bo'ladi. Shuni $4,000 ga berasiz. Bu necha gramm ekan mana yozilgan ekan? 18K 23,350 gramm ekan. 25. 25 qancha? 25,5 gramm. Taqriban $4,000 bo'ladi. $4,000mi? $4,000 ekan. Mana shunaqa uzuk taqib berasizlar $4,000 ga olib. Bu mahsulotlaringiz, mana olib kelayotgan mahsulotlaringiz hammasi tez sotiladimi? Sotiladi. Mana bu xumo qishni bitta ko'rsatingchi. Xumomi nima? Nima deysizlar sizlar? Burgut deysizlarmi? Shuni bering, bitta ko'ray, juda qiziqdim. Qancha bu narxi? Chiroyli ekan. $612. $612. Bo'lishi qancha qilib bera olasiz buni? Mana shu $600 etib beramiz. $600, ha? Tepadagilar. Bu $15,000. Qaysi bir $15,000? $15,000. Mana shumi? Mana shu, ha? $15,000 mana shu. Buni qaysi payt taqishadi ayollar? To'y bo'lyapti. To'y bo'layotgan paytda. Buni qarang, kuyovni o'zi sotib olib beradimi yoki kelinni o'zi olish kerakmi buni? Qanaqa Sotib olib berayotgani ham bor, kelin o'zi tomonidan aytilayotgani ham bor. Masalan, qarang, buni sotib oldi, to'y payti sotib oldida, keyin bo'ldi, endi taqmayman dedi. Sizga olib kelsa sotib olasizmi buni? Olasiz. Olasiz, ha? Bu brend sizlar o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar, to'g'rimi? O'zlarimiz ishlab chiqaramiz. Brend ham o'zlaringizniki. Brend o'zimizniki. Tilla bu sarmoya ekanda, saqlab qo'yadi. Pulni saqlash uchun bu vosita ekan bu. 15 mingga shuni oladida, nimadir kattaroq tadbirkorlik qilmoqchimi, kattaroq xarajat qilmoqchimi, shuni sotadi, oladi. Shuning uchun bu yerda bir sarmoya katta narxlarga sotilar ekan. Endi tushundim men, aka. Bo'lsa, uyda to'xtayotgan sarmoya, biron yer olaman desa, motor mashina olaman desa, dafatan qiymati baland ketadi. Mana buni $15,000 ga oladida, keyin buni uyga qo'yib qo'yadi, nechidir yillar turadi, keyin pul kerak bo'lsa olinadi. Qiymati balanddan sotiladi. Endi men tushunib yetdim. Chunki bu yerda O'zbekistondagidek depozit qo'yish, bankka mana shu pullarni qo'yish degan hali unchalik nima deydi, ommalashmagan odamlarda. O'shaning uchun tillaga ko'proq odamlar sarmoya kiritar ekanda. Andijon tumaniga, Poryo viloyati Andijon tumani tadbirkorlar uyushmasi bo'yra
tadbirkorlik borasida biroz ma'lumotlar man bersam, mani fikrimcha sizlarning tadbirkorlaringiz uchun, xalqingiz uchun juda ham bir foydali tomon bo'ladi deb fikr qilaman. Nima uchun bu yerda Antuxuyda Turkmaniston bilan chegara bor. Katta chegaramizda ya'ni shahraki tijoriy bandaroqina deymiz. Bir shahraki tijoriy shahar qonunga kirgizilgan. Ya'ni Afg'onistonda birta shahraki tijoriy bor, bu ham Oqina banda Antuxuyda. Turkmanistonni bilasiz, hamma o'nim va tashqariga chiqaradigan savg'olari yoki yer osti boyliklari ko'p bo'lgani uchun bu yerda savg'o ko'p, tijorat ko'p yaxshi. Shuning uchun bu yerda tadbirkor har payt istasangiz 50 ta 100 ta tadbirkor bor, hozir bo'ladi. Uyushma qiladilar va fikrlarini davlatga bildiradilar. Shu hozirgi imorat davlati kelmasdan oldin Surxondaryoda yashar edim. Bu yerda yashash tadbirkorlar uchun qiyin edi. Hozir amniyat ya'niki yaxshi bir oromlikni keltirgan, Xudovand o'zi xalqqa rahmat etgan bir oromlik kelgan, shu davlat hozirgi davlat sababi bilan. Shular kelgandan beri men Surxondaryoga ko'plarga borib kelmayman. Qablan u yerda men tadbirkorligim, fermam bor edi. O'zbekistondan eksport qilar edim boshqa chet ellarga. Hozir shu yerda yetib o'tiribmiz. Ish ko'p yaxshi bu yerda, tadbirkorlik ko'p yaxshi. Davrim misol aytsam, sizlarda bank bor, e'tibor bor, ya'ni kredit berishlik bor, tadbirkorlarga katta davlat va banklar tarafidan yordamlar bor, ammo bizda o'sha narsaga yetishmagan. Ya'ni sizlarda o'zlarida ham tadbirkorlaringiz imkoniyati bor, davlatingizda ham katta imkoniyat tadbirkorlarga yaratgan. Shular bilan gaplashib, davlat orqali kelib bu yerga nima raqam zavod qursalar, ish bor bu yerda. Chunki Afg'onistonda xalqi kun-kundan ko'payib ketyapti. Ya'ni 40-45 million hozir nufusi bor. Boyana aytdim, mana shu narsa ham Erondan kelar edi bizda. Shu hozir shukur Afg'onistonda tuzalyapti. Zavod keltirib qurilgan. Har narsa bo'lsa, yo mana bir stikon bo'lsin, yo bir mana shu shokolad bo'lsin. Mana shu narsalar hammasi zavod Afg'onistonga qurishlikka imkoniyat bor. Chunki xalq ko'p bu yerda. Sizlarda shularning hamma narsaning zavodi bor. Shu zavodlarni davlatdan pul olib, keltirib qurgan biladi. Shu tadbirkorlar o'zini pulini keltirib berya, rasmiy shaklda ikki davlat o'rtasida yaxshi shartnomalar bog'landi. Shu orqadan shu tufayli kelsa bu yerga zavodlarni qursalar bizda bu yerda ham xalqimizga ish bo'ladi va ham bu yerda ishchi arzon. Bir odamning oyligi, ya'ni 1 million so'm, $100 deyaylik, nima aytganda $100 bir oylikka ishlaydi va suv imkoniyati, transport imkoniyati, ishchi imkoniyati, bu narsalar juda arzon. O'sha zavodlarga keltirib berya, o'sha tadbirkorlar bir zavod qursa, men o'ylaymanki, u mamlakatdan ko'ra bu yerda foyda ko'proq qo'lga kiritadi. Qaysi yo'nalishlarga investitsiya kiritish kerak deb o'ylaysiz? Sarmoya. Birinchidan mana shu pilla Qo'shtepa kanali xabarlaringiz bor, ishlanib o'tiribdi. Qaysir o'zi Kobuldan Anafisoyev va Vazir Soyev Ziroat bular keldilar, va'da berdilar, keladigan mana shu yilga suv Antuxga keladi. Suv Antuxga kelsa, bilasiz, shu yerdan to Qo'shtepa o'sha nuqtaga borguncha 3-4 viloyat bor. Shu o'rtada hammasi ziroat bo'ladi. Mardim ziroat, suv yo'g'ida ziroat ham o'sha bilmaydilar. Agar bu suv kelsa, ziroatni standart shaklda mana O'zbekistonni men ko'rganman, hamma viloyatlarda mardim dehqonchilik bilan ko'proq mardimi masruf dehqonchilik bilan. Ana ularda so'ra sistem bor, nima raqam dehqonchilik qilsa, ana o'sha odamlar shu dehqonchilik borada kelib bir sarmoyaguzorlik qilsalar. Imkoniyat, texnik imkoniyatlarni keltirsalar, bu yerga mardimga shar'iyli yer eksalar, bog' qursalar va ko'p imkoniyat, suv bo'lsa o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, hamma narsa bo'ladi. Mana bizlarda endi suv keladigan yer hozir ham xalq yerlarni olib, ijara olib, ya'ni biroz birinchi etiladigan ishlarni yetib o'ltiribdilar. Suv kelgandan keyin katta ishlarni bu yerda boshlasalar bo'ladi. Qachon suv keladi? Suv keladigan shu yilga Antuxga va'da berdilar, ishlab o'ltiribdi, keladi. Hamma xalq 90% bundan umidvorki, sizlardan bizda nima kelib o'ltiribdi? Jo'ja, tovuq jo'jasi, yo tuxum, yo fasul, yer yong'oq, shu narsalar sizlardan keladi. Mana shu narsalarni yetib bilamiz. Nima raqam zavod shu yerda bor, bu ham keltirib qurilsa, bu yerda ko'proq foyda qo'lga keltiradilar. Chet yildan bir tadbirkor kelib bu yerga sarmoya kirgizsa, zavod qursa, 5 yilgacha bundan sog'liq olmaydi davlat. Shunday va'da berib o'tiribdi. Mana qog'oz bo'lsin, har bir narsani shu bilan xalqqa, millatga, nima narsaki insonga zarurati bor, chet yildan kelib o'tiribdi. Shularning zavodi shu yerda qurilsa, kelib sharokatli millat bilan, bizlar bilan o'ltirib, davlat tariqidan kelib, mana bu uyushmalar, tijorat uyushmalarida o'ltirib, tujorlar bilan o'ltirib, joylarni ko'rib, burada joy yer arzon, davlat sog'liq olmasa, xo'p, transport arzon, suv ham bo'lsa,
Xo'p, market ham bo'lsa, xalq ham nüfus ham ko'p bo'lsa, ha, etish kerakdan sonra ish. Inonch bo'lsa, millat tilimizga tushunsa, mana shu Amudaryo qirrasida 6 viloyat va hamma ko'proq 70-80% o'zbek turkman yashaydi. Etish kerak, borish kerak, qatnashish kerak. Boyagi do'stimizda aytganday, oddiy xalqqa ham, ya'niki mana kelim-ketim ko'p bo'lsa, tijorat, biznes vizalarini imkoniyatini yaxshi yaratsa, sizlarning davlatingiz tanho bizlarga yordam, o'z millatiga yordam bo'ladi. U millat ko'proq men ko'raman, Rossiya, Turkiya yerda borib ishlayotganlar ham ko'p sizlarda. Bu yerda ish ko'p. Shular borish kelish bo'lsa, mana bizlarni fikrimizni sizlarga bildirsak, aytasizki, mana bu yerda ham ish bor ekan deysiz. Mana boyagi aytdingiz, ziraat, suvdan, zavoddan, har narsada bizlarda shu bilan marketimiz zarurati bor. Kelib sizlar bilan sizlarning tajribangizdan, sizlarning banklaringizdan, sizlarga beriladigan yo masalan oddiy aysam shu oddiy xalqdan oladigan kreditdan bilalashib fikrni biriga qo'yib ish qursak, ish qilsak, sizning xalqingizga ham katta foyda keltiradi. Shu 10 ming, 15 ming dollar bilan quriladigan zavodlar bor. Shu narsalar zarurati bor har tumanda. O'zbekistondan qaysi mahsulotlarga Afg'onistonda ehtiyoj ko'proq? O'zbekistondan hozir un kelyapti, bizlarga fasol kelyapti, lobya deymiz bizlar. Yeryong'oq kelyapti O'zbekistondan. Boshqa nimaki, mana shokolad kelyapti. Yog' zavodi bularda yog'di menimcha. Ha, yog'i kelyapti. Mana Surxa nimadan, Navoiydan bu yerda zavodlar qurilgan, yog' yeyiladigan yog' kelyapti. Mana shu narsalarni keltirib korxonasini shu yerdan qurilsa, arzon tushadi. Paxta yog'lari kelyapti, kiyim bu narsalar keladi. Shu nimaki xalqqa bir insonga zarurati va O'zbekistonda bor bo'lsa keltirib o'ltiribdilar. Oz kelyapti, lekin Erondan ko'p keladi. Hozir mana shu Eron mamlakat, Turkiya mamlakat, endi bildiki bu yerda tinchlik bor. Eronliklar ko'pisi kelib, mana Herotda ko'p korxona, zavodlar qurildi, 3000 ga yaqin. Shuni 70% Eronliklar sharik. Sharokatli. Eronga yaqinda. Ha. Erondan endi ko'p bizda import eksport ham Eron bilan bor edi. Endi bu yerda tinchlik bor uchun shu Eronliklar zavodni boya aytganimizdek shu yerga keltirib quryapti sharokatli bizlar bilan. Shu yerda quryapti. Antiqga endi kelmoqchi Eronliklar. Har mamlakat birinchi bo'lib boshlasa, kelsa, shu oladi marketni. Shu korxonani ham shu quradi, marketni ham shu oladi. Biz umidvormiz, Eron kelyapti, Turkiya kelyapti, kelib o'ltiribdi, lekin turkman bilan o'zbek ham vaqtida kelsa, mana bunday sizlarning kelishlari sababli bilsalar gaplarni, kelishi kerak bu yerda. Xalq bor yerda kerak narsa, hamma narsa kerak-ku. Shuni zavodi kerak-ku so'ra. Agar siz chet eldan keltiramasangiz qimmat tushadi-ku. Davlatimiz bizlarga kafil va bizlar ham shu chet eldan keladigan tadbirkorlarga birgalashib kafil bo'lib bilamiz. Tadbirkorlar uyushmasini maktub bu yerdan beramiz xorija daftariga, ya'ni riyosat xorija chet ellar daftari deysizlar, nima deysizlar? Chet ellik baqqolligi deysizlar, vazirligi. Tashqi ishlar vazirligi. Ha, tashqi ishlar vazirligini riyosatlari bor, masalan, katta shaharlarda, Mazar Sharifda. Bizda shu yerdan nima beramiz? Taklifnoma. Taklifnoma. Bu yerda bir maktubiy beramiz, e'tibornoma shu tadbirkor oqiy. Sonra shu orqali ular o'zi darxost qiladi, o'zi beriladi. Ammo shu yaxshi shaklda yaratilsa, durust, sizlar ham biroz qo'rqasizlar, Afg'onistonda shu vaqtgacha talikali yo janjal urush bo'lib keldi, har xil odamlar bor deb. Endi mana shunday bir uyushmalar, tadbirkorlar uyushmasi orqali bir maktub borsa, shu orqali sizlar o'zini o'zi berishlik imkoniyatini yaratsalar ham bir e'tibor kattaroq bo'ladi. Tadbirkorlar uyushmasi orqali borgan maktublarga o'zi bersangizlar, inshaalloh bizlar garanti qilib aytib bilamiz. Bizlar ham so'ra tadbirkorki, har xil odamlarni taniymiz, har xil odamlarni, ya'ni ish etmaydigan odamlarni bizlar istamaymiz, borsaki o'z qarindoshimiz xalqini tinchligini buzsa. Xohlayman O'zbekiston xalqi ham kelsa, bizlar bilan ayniki ruslar bilan ishlaydi, qozoqlar bilan ishlaysizlar, kelsa bizlarning xalqimiz bilan ko'rib, bilib, tadbirkorlar bilan birgalashib, tadbirkorlikni bu yerdan boshlasalar. Zikrullo Rahimiy,
Andijoy tumanida yashayman. Yangiyo'l xususiy maktablarini boshlig'i bo'laman. Afg'onistonda turk afg'on maktablari juda ham ko'p deb aytdingiz. Ko'pchilik mana shu Turkiya aynan ta'lim biznesiga ko'proq e'tibor qaratgan, ta'limga investitsiya kiritgan, sarmoya kiritgan dedingiz. Afg'onistonda 15-20 ga yaqin viloyatlarida, ayniqsa katta viloyatlarda Mazori Sharif, Herot, Qandahor, Jalolobod bu katta viloyatlarda Afg'on turk nomida turklar kelib ko'p katta maktablar qurishgan va bu maktablarda har kim o'qish uchun katta orzusi bor, vali har kim o'qib bilmayapti u maktablarda, chunki katta xarajat ko'taradi. Katta imkoniyat kerak bo'ladi. Talablari katta. Nimalari? Talablari, ya'ni o'qish. Talablari katta, bali. Ularga bir yilda afg'oniy pulga 1,5 lakh to'lish kerak va nima puliga aytsak, dollarga aytsak, dollarga 1,5 lakh afg'oningiz 2,5 ming dollarga yaqin bo'ladi. Ya'ni bitta bolani ta'lim olishi uchun 2,5 ming dollar to'lanadi. Bir yilga to'lish kerak bo'ladi. Keyin ularda imkoniyatlar bundoqki, yotoqxonalari o'zlarida bor. O'zlari taom ham beradilar o'sha maktabning ichida, yotoqxonada va ustozlari ko'p juda yaxshi narsalari bor. Ya'niki shu olayotgan pullarini rozi qilib oladilar. O'sha andoza, o'sha qadar o'quvchilarni yetishtiradilar va o'quvchilar kelajakda hammasi butun insonlar bo'ladi. Turkiyalar kelib bu yerga maktablarni qurish bilan nafaqat ta'lim berdilar, balkim o'z farhanglarini, kulturlarini, rasm rivojlarini, tillarini juda rivojlantirdilar. Madaniyatini Bolalarga singdirdi. Bolalarga singdirdi. Bugun nafaqat o'zbek va turkman bolalari bu maktablardan foydalandi va turklar rasm rivoj kulturlarini juda yaxshi o'rgandi va bular orqali Turkiyaga juda ko'p bilan ketdilar. Balkim boshqa tillar, tojik, hazora, pashtun, Afg'onistonda bor xalqlar qo'shildi u maktablarga va ko'p bilan narsalarni turklardan o'rgandilar. Shuni aytgan edimanki, bu maktab O'zbekiston tomonidan, xalqi tomonidan qurilsa, bu yerda nafaqatki ta'lim va tarbiya O'zbekistondagi bor bu yerga intiqol topadi va bizlar undan foydalanamiz, balkim bobo va ajdodlarimiz, tariximiz, kulturimiz, tilimiz, ilmimiz, dinimiz hamma narsamizga ta'sir etadi. Xususiy maktab Afg'onistonda qurish uchun 10 ming, 15 ming dollar yetadi. Keyin boshlang'ich uchun. Keyin boshlaganingizdan keyin oldingi aytganimdek siz birinchi oydan foyda yetmaysiz. Bir necha oy o'tadi, talabalar ko'payishga boshlaydi, o'quvchilar oysta-oysta bu oydan oyga ko'payib boraveradi, keyin siz foydaga o'tasiz.